أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İngilizce Kur'an-ı Kerim dersiga 8. qism 41. ayet Bismillahirrahmanirrahim وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون And believe in what I have sent down, this Quran, confirming that which is with you, the Torah, and the Injil, Gospel, and be not the first to disbelieve therein, and buy not with my verses the Torah, and the Injil, Gospel a small price, getting a small gain by selling my verses, and fear me and me alone. Tafsir at-Tabari. Ve men tushirgan narsaga ishoninglar. Ya'ni bu Qur'onga ishoninglar. Sizlar bilan birga bo'lgan narsani tasdiqlaydigan. Confirm degan jazmlash, tasdiqlash degan bo'ldi. Ya'ni sizlar bilan birga turgan, ya'ni qo'linglardagi kitobni tasdiqlaydigan, ya'ni Tavratni va Injilni tasdiqlaydigan Qur'onga ishoninglar. Ve onunğa kafir bo'lishda tunjisi bo'lmanglar, oldinqisi bo'lib qolmanglar. Ve mening oyatlarim bedeliga, ya'ni Tavrat va Injil bedeliga ozgina pul molni sotib olmanglar. Ya'ni mening oyatlarimni sotish bilan ozgina manfaatga erishadigan bunday ishni qilmanglar va mendan yolg'iz mendilla qo'rqinglar. Bu yana tafsir at-Tabaridan foydalanib tarjima qilinglar. 42. ayet. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. And mix not truth with falsehood, nor conceal the truth. Muhammad, peace be upon him, is Allah's messenger, and his qualities are written in your scriptures, the Torah, and the Injil, Gospel, while you know the truth. Ve haqni batılga aralashtirmanglar. Falsehood degan saxtalik degan bo'ldi, truth degan haqiqat, rostchilik. Ya'ni haqni batılga aralashtirmanglar yoki haqiqatni yushirmanglar. Ya'ni Muhammad Allohning xotirjamligi uningga bo'lsin. U Allohning elchisidir. Ve onunki sifatlari sizlarning kitoblaringlarda yozilgandir. Scripture asosan samoviy kitoblarga ishlatiladi. Sizlarning kitoblaringlarda, ya'ni Tavratda va Injilda yozilgandir. Ve vaholanki sizlar haqiqatni bilasizlar. Bilib turib, haqni batilga aralashtirmanglar. Va aqimus solata va atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. 43. ayet. And perform as-salat, iqamat as-salat, and give zakat, and bow down or submit yourself with obedience to Allah, along with ar-raki'un. As-salat, yani namazni bijiringlar, ado qilinglar. Yani iqomat as-salat qilinglar. Ve zakat beringlar ve igilinglar. Yoki o'zinglarni bo'ysundiringlar, itoat bilan Allohga o'zinglarni bo'ysundiringlar. Ar-raki'unlar bilan billah. Ar-raki'un arab so'z, yani Allohga ruku qiluvchi, egilguchi kishilar bilan billah Allohning oldida egilinglar. 44. ayet. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Enjoin you al-birr, piety and righteousness, and each and every act of obedience to Allah and the people, and you forget to practice it yourselves while you recite the scripture, the Torah. Have you then no sense? Sila al-birr, yani taqvaliq va yaxshilikqa ve her bir Allah'a buysunduğun türdeki yaxshi amallarga sizlar buyurumsizlar odamlar ve sizlar untumsizlar uni o'zinglar bijirishni. Vaholanki sizlar kitobni o'qiysizlar, ya'ni Tavratni o'qiysizlar. Undaqda sizlarda aql yo'qmi? Vasta'inu bis-sabri was-salah va innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bu 45. ayet. And seek help in patience and as-salat, the prayer, and truly it is extremely heavy
and hard except for all al-khashi'un. The true believers in Allah, those who obey Allah with full submission, fear much from His punishment and believe in His promise, paradise, and in His warnings, hell. Ve yardım soranlar sabır, patience degan sabırchanlik ve namazda yardım soranlar. Ve hakikaten o nihayeti ig'ir ve qiyin ishdir, lekin al-khashi'un bo'lganlar unda emas. Ya'ni Allohga haqiqiy ishonguchilarga, Allohga to'liq bo'ysunish bilan itoat qiladigan, Allohning azobidan qo'rqadigan ve uning va'dasiga, ya'ni jannatiga ishonadigan ve uning ogohlantirishlari, ya'ni do'zaxga ishonadigan kishilar uchun bu ig'ir kelmaydi. 46. oyat. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. They are those who are certain that they are going to meet their Lord and that unto Him they are going to return. Ular şu yuqorqi Allohga bo'ysunadigan kishilar, ular jazm qiladigan kishilardir, o'zining Parvardigori bilan uchrashadiganligiga ve onunğa ular qaytib boradiganligiga, going to degan, ya'ni şu Allah Taala taraf qaytib ketayotganligiga, uchrash uchun mengayotganligiga ular ishonadigan kishilardir. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz o'shagicha bo'ladi. Inshaalloh oxirida yangi so'zliklarni tarjima qilib o'taylik. Confirming, jazmlashtirmak. Price, baho, pul. Gain, foyda. Mix, aralashtirmak. Falsehood, saxtalik. Qualities, sifatlar. Scriptures, kitoblar. Bow, egilmek. Submit, bo'ysunmak. Enjoin, buyurmak. Recite, o'qimak. Sense, aql. Seek, so'ramak, talab qilmak. Patience, sabr, ya'ni sabrchanlik. Extremely, nihoyatda. Obey, itoat qilmak. Warnings, ogohlantirmak yoki ogohlantirishlar. Bugun darsimiz mushagicha bo'ladi. Oxirida qarindoshlarga eskartib qo'ymoqchi bo'lganimiz, Qur'oni Karim xuddi bu sura Baqaraning boshida aytilgandek taqvodor kishilar uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatib beradigan hidoyat yo'lidir. Bu Qur'oni Karimdan manfaatlanish uchun bu Qur'oni Karimni o'qigan, anglagan kishi o'yg'oq qalb bilan bo'lish kerak. Ya'ni qalbi o'yg'oq holatda turib o'qishi, anglash kerak. Va shundaqla bu Qur'oni Karim haqida tafakkur qilib o'ylanish kerak. Shuning uchun qarindoshlarimga bugun mening oxirida tavsiya qilmoqchi bo'lganim, shu Qur'oni Karimni o'qiganda o'yg'oq qalb bilan Allohningki so'zlari degan hissiyatda turib o'qish va shundaqla Qur'oni Karimningki oyatlari haqida ko'p tafakkur qilishni davomlashtirgaysizlar. Va shundaqla bugungi topshiriq sizlarga nisbatan, ya'ni shu Qur'oni Karimningki oyatlarning bog'lanishi. Nima uchun ma'lum mazmundagi oyatdan keyin nima uchun yana bir oyat şu mazmunning aksi bo'lgan yoki shuning o'xshamaydigan bir oyat keyin o'lish keladi. Mushu haqda o'ylanishinglarni tavsiya qilaman. Inshaalloh bir necha kunlik darsimizdan keyin Alloh subhanahu va taolo xolasa mush oyatlarning o'zaro bog'lanishi, masalan nima uchun mu'minlarning sifatidan keyin kofirlarning sifati keladi? Nima uchun mundaq mazmunlar bir tarafdan hammasi tushuntirilmay, shu kelgan yerda qo'yib yana bir mazmunga o'tiladi degandeklarni Alloh qodir qilgancha tushuntiramiz inshaalloh. Allah subhanahu wa ta'ala kelasi darsimizda sog' salomat uchrashishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.